Yaxshimisilar? Bugun men sizlarga tomirning so'qishi bilan mang'ilgan soat. Bu qanday soat? Qanday mang'ilganligini sizlarga ko'rsatay. Mayli bildiganlar bo'lsin yoki bilmaydiganlar bo'lsin, diqqatinglar filmning davomida bo'lsin. Inkas rayoniga o'zinglar bilmoqchi bo'lgan yoki qiziqadigan mazmunni qoldirib qo'ysanglar, men shu to'g'risida sizlarga bilgilarimni so'zlab bersam bo'ldi. Tomirning so'qishi bilan mang'ilgan soatning qanday mang'ilganligini tushuntirib beray. Mesela şu holatda bu soatni Shanxay soatlariga o'xshatib turaylik. Burunqi buraq soldigan Shanxay soatlariga kunda bir qatam buraq turadigan. Bu soatning şu holatida kunda bir buraq bersak, normal mang'idi. Agar buraq tugagandan keyin soat to'xtaydi. Bu xil holatni hozir ilg'orlashtirib, masalan, Mao'ni biz zidongshi deymiz, hamda shu avtomatik qismi bu. Biz bunu sağgandan keyin bu yerda yana bir narsa bor, mana zidong to yoki zidong choy deymiz. Mana eg'irtqisi. Buni silib bu holati bo'lsa, butun avtomatik mexanik soatga aylandi. Agar bu avtomatik qismi evarilsa, Shanxay soatga o'xshash mexanik soat bo'ldi. Agar mani sog'gandan keyin butun avtomatik mexanik soat bo'ldi. Soatni qo'limiz taqgandan keyin qo'limizning harakati bilan bu eg'irtqimi oldi keyniga aylanish orqali bu chiqchoqlarning yordamida bu fadionning ichidagi prujinni yig'ib soatning menishi uchun energiya to'playdi. Navoda qo'limizdan evasak, bu harakat qilmasa, ma'ning ichiga davomli energiya to'liqlanmaydi. Bu ichidagi energiya menib tugagandan keyin soat to'xtaydi degan gap. Şoňlaşqa saatni qo'limizga olsak, mushuning harakati bilan soat mang'idi. Demak, evitib qo'yib qo'ysak, ichidagi energiya tugisalam, bu harakat qilmagandan keyin, energiya to'liqlanmagandan keyin soat to'xtaydi degan gap. Bu yerda bu soatning mengishi tomirning so'qishi bilan hech qanday bir munosabati yo'q. Bu faqat mexanikalik ishlash prinsipi xolos. Odatda soatlarningki shu yuzakning qurilmasiga qarata bu avtomatik qismi o'xshash bo'lmaydi. Buni aniqlab olaydi. Sizlar o'qib olgan bo'lsanglar, atrofinglardagi o'qimaydigan tanish bilishlaringlarga yoki do'stlaringlarga yo'llab qo'ysanglar, ularni o'qib olsin, bilib olsin. Men mexanik soatchilikdan Adiljon, mening sizlarga tavsiyam soat taqganda chuqur soatni tushunib, bilib, o'zingizga eng mos kelgan soatni taqishinglarni tavsiya qilaman.